Futbolda juda ham bir g'alati ishlar sodir bo'ldi. Bu aynan siz kutgan video. Shafqatsizlar qilingan faktlar haqidagi video. Videoni oxirigacha tomosha qiling, biz sizga bu haqida batafsil qilib tushuntirib beramiz. Unday bo'lsa biz boshladik. 2026-yilda Portugaliya hamda Meksika finalda to'qnash kelish kerak edi va Portugaliya bu o'yinda g'alaba qilish kerak edi. Bu Simpsonlar multfilmi taxmini bo'yicha. Simpsonlar multfilmida o'zlaringiz ham bilsangiz kerak, hamma bir ko'p joylarida aynan amalga oshib kelgan. Va bu video bugunga keladigan bo'lsak, buning teskarisi amalga oshib kelmoqda. 2026-yilda to'liq faktlarning hammasi teskari amalga oshib keldi. Va Portugaliya 1-16 dan 1-8 ga chiqdi va mag'lubiyatga uchradi. Meksikaga keladigan bo'lsak, 1-16 ning o'zida mag'lubiyatga uchrab chiqib ketdi. Oradagi farq bitta. Portugaliya chunki g'alaba qozonish kerak edi. Buning teskarisi amalga oshib chiqdi. Va keyingi nishonda esa Real Madrid klubi bo'ldi. Har jahon chempionatida Real Madrid klubi Chempionlar Ligasida g'alaba qozonish kerak edi. Va Chempionlar Ligasida har doim g'alaba qozonib kelgan 2026-yilda ancha vaqtlardan beri va bugungi kunga kelib u ham teskarisi amalga oshdi. Real Madrid klubi o'sha faktning haqidagi narsa chiqishidanoq Real Madrid klubi mag'lubiyatga uchrab chiqib ketdi. Va keyingi nishonga esa Bavariya klubi keldi. Bavariya 2026-yilda g'alaba qozonish kerak deyilgan edi. Bu faktlarda ham har bir Yevropa Chempionlar Ligasida bo'lib o'tadigan hammasini tuzib chiqqan va o'shalarning hammasi amalga oshib g'alaba qozonib kelgan edi. Va Bavariya klubiga kelgandan so'ng mag'lubiyatga uchrab Bavariya ham chiqib ketdi. Keyingi o'yinda esa Arsenal klubi nishonga tushdi. Bitta ham mag'lubiyatga uchramagan Arsenal klubi finalga o'sha narsani chiqarildi va finalda Arsenal klubi mag'lubiyatga uchrab chiqib ketdi. 2026-yilda mutlaq g'olib Arsenal klubi bo'lishi kerak deb taxmin qilingan edi va u faktlarda ham to'liq hammasi amalga oshib kelgan edi. Boshqa klublarni amalga oshirib 2024da PSG g'alaba 2025da PSG g'alaba qilishi kerak dedi va PSG g'alaba qozongan edi. Va shunday qilib sizning bu videoda fikrlaringiz qanday? Bu qoralangan faktlar haqida fikrlaringiz qanday? O'z yoqlaringizni kommentariyga yozib qoldiringizlar va kanalimga obuna bo'lib, albatta like bosishni ham unutmang.